Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir mana Litvada Kaunas shahridamiz. Sizlarga hozir o'tda ko'rsataman. Mana Kaunasda Litvada mana bunaqa Chubareki degan o'zimizning o'zbek kafesi bor ekan. Mana shu yerda mana o'zimizning polni milliy ovqatlarimiz bor. O'zbek ovqatlari bor. Bemalol mana shu yerga kelaverasizlar. Mana o'zimizning o'zbek akalar, assalomu alaykum. O'zbek akalar mana ovqat qilishadi. Mana menyular o'tdi mana. O'zbek sho'rva, mastava, mana pelmeni, plov, lag'mon, manti, qozonkor, hamma narsa bor. Kelaverasizlar bemalol. Mana adresi Kaunas, Kalantos 3 ekan. O'zbek oshxonasi. Mana ovqatlari mana sho'rva 9 euro ekan, mana mastava 7, mana pelmeni 8 euro, osh bor ekan, mana 8 yeb ko'rdik, oshi zo'r ekan, mana bunaqa bor ekan. 7 euro, lag'mon 9 euro, manti 8 euro, mana 15 euro qozon kabob ham bor ekan. Qo'yizgina qo'y go'shti. Qo'y go'shtidan bemalol kelaverasizlar. Mana 10dan bizga ekan. 10dan 9 gacha ishlashar ekan. Mana nomerlari Kaunas. Kalantos 3. Mana bunaqa kompotlar ham bor ekan, suvlar bor ekan, mana har xil. Mana o'zbek nonlari, tandirlar bor ekan, mana o'zligi yopishar ekan, mana o'zbek nonlari. O'zlari mana yopishar ekan. Nechi puldan bular? 2 eurodan, mana. Bittasi 2 eurodan mana. O'zlari tandirda yopishar ekan, mana o'zimizning o'zbek akalar mana. Bemalol kelib ko'rasiz, ayronlargacha bor. Litvadamiz, mana Litvada ham o'zbek oshxonalari bor ekan, mana halol. Oshlar mana bor bu yerda, o'zimizning mana o'zbek piyolalarda. Non, hamma narsa bor ekan. Ovqatlanamiz. Kelaverasiz. O'zbek ovqatlari bor. Litva Kaunasda. Bugun mana o'qishni bitirdik, xudo xolisa. Ko'pchilik o'sha mana Joltik kitobini olishdi, aderlarni olishdi. Hozir mana yuvamiz bolalar bilan. Go'sht yeyapmiz. Mana Farg'anskiy bolalar, mana bu yoqda Andijonskiy, mana Qo'qonskiy polni o'zimizning bolalar. Mana bugun mana qozon kabob bilan yuvamiz, nishonlayapmiz. Esdalik olib qo'ydik mana. Hamma omadini bersin.